Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Belgiyadagi qurilish haqida ma'lumot olib boramiz. Belgiyada o'zbeklar ishlayotgan bir obyektimizni ko'rsataman sizlarga. Oyliklar, maoshlar qanday ish ketyapti, hammasi haqida ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum Mustafa. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. O'zingizni tanishtirib bera olasizmi? Qayerliksiz To'bu? Men Samarqand viloyati Nurobod tumanidan. Nurobod tumanida ismingiz nima aka? Ismim Zoir. Zoir aka mana o'zi Belgiyada ishlayaptilar. Belgiyaga oyliklar qanday aka? Yo kunlik ishlayapsizmi yo soatbaymi? Dokumentlarni ishlayapsizmi, noqonuniy ishlayapsizmi? Qanday keldingiz bu yerda? Shu haqida bir ma'lumot bera olasizmi? Belgiyaga umuman kelish tartibimiz bizaniki Polsha vizasini olganmiz. Polshaga hozir ID kartaga topshirib, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra Belgiyaga keldik. Belgiyada yomon emas ish hozir kunlik ishlayotganimiz 130 yevrodan hozircha kunlik. Umuman olganda oyliklar yomon emas. Demak, Polsha vizasini olib Belgiyada kelib ishlasa bo'ladi. Не только Polsha vizasi, qolgan davlatlar vizasi bilan ham bemalol kelib, mana bu yerda ish faoliyatini olib borish mumkin. Hech qanaqa tekshiruvlar yoki bo'lmasam ko'chada masalan dokumentlar tekshirish shunaqa narsalar yo'q hech qanaqasiga. Umuman olganda hozir yaxshi ishlasa bo'ladi. Demoqchimanki, masalan, bu podpischiklarimiz so'rashi mumkin-da, masalan, men hozir Litva vizasi ID kartasini oldim, yo Polshanikini, yo Latviyanikini oldim, borib Belgiyaga ishlasam bo'ladimi desa, bo'ladi demak. Siz Polshani vizasini olib, bu yerga kelib noqonuniy ishlayapsiz hozir. Shunday. Siz turk firmada ishlayapsiz-da? Turk firmada ishlayapmiz. Hech qanaqasiga nima bilan davlat bilan shartnomamiz yo'q, lekin og'zaki shartnoma. Shu firma nimalari bilan ish yurituvchilar bilan og'zaki shartnoma asosida ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Oylik maosh qanday aka? Oylik maoshimiz kunlik hisoblanadi. Hozir faoliyatimiz bo'yicha 2 hafta yoki bo'lmasam 10 kunlik qilib qilgan ishimizga qarab turib faktura yopiladi. Shu faktura asosida pul to'lanib boryapti. Sizga o soatbay to'laydi-da yo kunlikmi? Yo'q, bizga kunlik hozir. Kunligimiz qanday? Kunligimiz 8 soat. 8 soatning ichiga yarim soat 40 minut obetimizga bemalol tanaffusimiz hammasi shu obedga soat 12 dan 1 gacha, 20 tadan 1 gacha bemalol nima qilishimiz mumkin. Obed deymizmi yoki bo'lmasam, shu tanaffusimiz 40 minut 1 soatga tashkil qiladi. Umuman ish faoliyati kuniga 7 soatdan, lekin 1 soat o'rtacha shu tanaffusimiz hisoblanadi. Endi soat ertalab 8 dan kechqurun 4 gacha. 4 gacha. Oylik qancha? Oyligimiz 130 yevro. Kunlik 130 yevro. Kunlik 130 yevro. Mana azizlar, mana aziz obunachilar, mana bu kishi o'zi Belgiyada soat ertalab 8 dan 4 gacha ishlayaptilar. 8 soat ish 130 yevro ishlayaptilar. Hozir Polsha viza bilan kelganlar mana. Hozir bu kishi mana ish qo'yapti. Ishlar og'ir emasmi, yengilmi, qanday ishlar masalan, asosan qanday ishlar bor Belgiyada? Belgiyada bizning sohamiz asosan shu qurilish sohasi bo'lgani uchun qurilish sohasida ish faoliyatini olib borish mumkin. Undan hech qanaqa to'sqinlik yoki bo'lmasa unaqa narsa yo'q, lekin ish asosan bizning firmamiz mana bu отделка внутренний ish, ya'ni ichki remont sohasi bo'yicha ishlagani uchun bizning sohamiz kraska qilish, shpaklyovka, finish yapyapmiz hozir, lekin har qanday obyektni noldan olib oxirigacha bitkazib berish nimamiz bor. Ha, demak siz ichki remontlarni qilasizlar. Masalan, O'zbekistonda qanday? O'zbekistondan sifati zo'rmi yo sal pastroqmi bu Yevropani? Shu haqida ma'lumot bersangiz. O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, nisbatan bu yerda oyliklar baland, keyin O'zbekistonga qaraganda bu yerda ish sal yengilroq.
Sifati ham ko'p nima talab qilmaydi-da, sifati masalan. Asosan shu shpaklovka, bu Rodman deyiladi, MP75, so'ng shpaklovka kraskada. Shunaqa ganch, figura nimalar yo'q bu yerda. Juda u nimasiga qaralmaydi. Har qanday nimada ham Oddiyroq. Ha, ish oddiyroq, qabul qilish, ishni topshirish osonroq chem O'zbekistonga qaraganda. Mana azizlar, mana o'z Belgiyada. Mana shunday uylar mana eshiklar qo'yilibdi. Belgiyaning mana shahrini o'zi ko'rsataman sizlarga mana. Aziz obunachilar, podpisga bosishni unutmaysizlar. Podpisga bosib qo'ysangiz, yangiliklardan xabar berib turasiz. Biz video olishda davom etamiz. Belgiyada haqida barcha yangiliklarni postimizga qo'yib boramiz. Agar obuna bo'lsangiz agar barcha yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling.